Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, 8TV telekanali muxlislari. Zangi podkasti, ya'ni aytilmagan gaplar loyihasi yana e'tiboringiz mehmoni. Albatta ko'pchilik yaxshi biladiki, ushbu loyihaga har xil soha vakillarini taklif etib kelmoqdamiz. Bugungi dasturimizni esa hurmatli aziz mehmoni Temurbek Davletov. Temurbek Davletov bugungi kunda ajoyib bastakor, ajoyib ovoz bastakori, musiqa yaratadi. Haqiqiy san'atshunos, san'atkor desak, albatta biz yanglishmagan bo'lamiz. Temurbek, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, og'a. Shu ko'rsatuvda siz bilan ko'rishib turganimizdan xursandman. 8TV xodimlariga ham rahmat, siz ham rahmat. Rahmat. Albatta endi sizni bu ko'rsatuvga taklif etishlar bizlar ong'ishatolmadi, chunki aranjirovchikni asosiy ishi tungi vaqtlarda bo'ladi. Kechda boshlanadi. Chunki kunduzi kuni ko'rib uxlaysizlar, kechda ishlaysizlar. Chunki bunga asosiy sabab san'atkorlar endi to'ydan chiqib, xizmatlaridan chiqib, kechda ilhom paydo bo'ladi deydi. Rostmi shu? Kechda tinchlik ham bor. Tinchlik ham bo'ladi deydi, ilhom paydo bo'ladi. Ilhomga tutmaydi. Yo'q, kechda tinchlik, ilhom keladi deydi. Bu ilhom nereden keladi u? Ilhom tinchlik bo'lsa keladi deb o'ylayman men. Masalan, ovoz yozish studiyangizni bir hamma yerni beklab, eshiklarni beklab qo'ysangiz, ondan tinchlik bo'ladi-ku. Ya u ko'chada yurgan mashinalar. Gündüz masalan bir ishlaringiz chiqqaladi, ko'chaga chiqasiz, do'konga chiqasiz, birov bilan ko'rishasiz, birov dardini aytadi, undetadi. Короче, nastroyingiz buziladi-ku baribir. Ha. Chunki bizlar miya bilan ishlaymiz, nastroy buzilgandan keyin o'zi polibom ishlash uchun kayfiyat tushib qoladi, keyin ishlab bo'lmaydi. Shuning uchun ham kechda odam kam, kechda normal odamlar uxlaydi. Keyin Nenormal odamlar stenoza keladi. Yo'q, bizda nenormallar shu o'tirib ishlaydi. Endi nenormalni demaymiz-da, lekin haqiqiy ijodkor. Haqiqiy. Endi aytchaksiz, kunduzi kuni demak, uxlab dam olasiz, oilangizga, farzandlaringizga vaqtingizni ajratasiz, ota-onangizga. Kechki vaqtda sizga zo'r energiya keladi deysiz. Energiya. Конечно. Quvvat manbai keladi. To'g'ri. Handasa kechda masalan ko'p yanada qanaqadir bir zo'r improvizatsiya, zo'r ideyalar kelish vaqti deb hisoblayman men tungi vaqtni. Bunga asosiy sabab shu tinch vaqt. Psixik nastroy. Tushunarli. O'z haqingizda gaplab bering. Endi meni bilishim bo'yicha Xaratovda o'qigansiz. Undan oldin maktab, ixtisoslashtirilgan maktab bormi yo oddiy maktabga borgansiz? Yo'q, undan oldin 11-son muzikalniy maktabda o'qiganman. 11-son muzikalniy maktab degani neda endi u? Nami? Rashin Tragirovichdan? Tushunarli. Xorazm televideniyani ham boshida. O'shada o'qiganman. Yerda qaysi fakultetda? An'anaviy xonanda fakultetida o'qiganman. An'anaviy xonandalik. Nechun aranjirovchi bo'lib ketdingiz esa? Endi sabablari ko'p. Sabablari dum ko'p uni. Shu an'anaviy xonandalikda o'qigansiz. Keyin? Keyin 3 yil san'at kollejida o'qidim, Xaratovda. Hamma biladi, Xaratovni. Keyin o'rtada 1 yil karantinga to'g'ri keldi. Men 2019da bitirdim san'at kollejini. Keyin 1 yil men ijod etaman. 1 yil dam olaman bu o'qishdan dedim, chunki 9 yil maktab, 3 yil kollej, 5 yil muzikalniy shkola, уже o'qish bo'lgandan keyin 1 yil miyama dam berish maqsadimda ota-onam aytdim, bo'ldi dedi. Keyin shu karantin ochilgandan keyin Urganch davlat universitetini topshirib, şöyle Vedan An'anaviy xonanda fakultetini o'qib bitirdim. 4 yil o'qidim. Musfak fakultet an'anaviy xonanda yo'nalish ichidagi. Tushunarli. An'anaviy xonanda Vedan Xaratovdan ovoz rejissyorligi fakultetini o'qidim. Muzikalniyda shu an'anaviy xonandalik, rubob shu narsalarni o'qidik. Demak, sizda xonandalik ham zo'r ishtiyoq bo'lgan, lekin men bir narsa tushunmayman. Men ijod ham etganman-ku. Ijod etganingizni qo'shiq aytganingizni bilaman. O'zingizdan boshqa hech kim eshitmayman qo'shiqni. Men o'ylanib turganim, bu axir nishat bu aranjirovkaga nechab kirib ketdingiz keyin?
Endi Qiziqish bo'ldi, paydo bo'ldi. Ya nodir sabab bo'ldi, meni kimdir fikrim, sabab bo'ldi. har bir san'atkor aranjirovchi bo'lishi kerak baribir. Musiqashunos. Musiqashunos bo'lishi kerak baribir. Chunki chiqarayotgan qo'shiqi, asari yillar davomida muxlislarni qalbidan joy egallashi uchun baribir yaxshi musiqani tushunishi kerak deb o'ylayman. Bu aranjirovchi bo'lish taklifi otam, akamdan, ya'ni akamdan chiqqan fikr. Sen aranjirovchi bo'lasan deb, chunki o'zi men otam mashinist o'tadi. Shu uchun avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish. Shu uchun og'ir kasbda yurmaysan, bir yerda o'tirib ishlaysan, yengil bo'ladi ishing degan maqsadda men o'ylab aranjirovkani ham yengil bo'ladi deb aytgan, ha? Yengil bo'ladi. Yo, endi baribir lekin oxir mashaqqat qiyin-ku bu narsa. Qiyindan baribir bir qo'shiq kerak. fizический harakat emas-ku. Jismoniy harakat talab qilmaydi u narsa. Miya bilan talab qilmaydi u ruh bilan ishlaymiz. Lekin jismoniy harakat yo'q, og'irlik yo'q-ku baribir pul topishimizda. Shu maqsadda shu kasbdan go'r deb menga sharoit yaratib bergan, san'atkor bo'lishim uchun ham sharoit yaratib bergan ota-onam. Aranjirovchi bo'lish uchun ham, undan oldin даже kamerachilik ham, video montajchilik ham qiziqtirdilar, rasmchilik ham qiziqtirdilar meni. Hamma sharoitlarni aytib berganlar. Endi o'zim qiziqqanim, aranjirovkaga qiziqdimdan nechikdir bir o'zimni bir shu sohada o'zingizni shu sohaga loyiq deb bildingiz. Shunday loyiq deb bildim. Shu ishni atsam, ko'nglim huzur topib, baribir san'atkor bo'lish qiyin narsa. Chunki nechik kayfiyatda bo'lsang ham, sho'da 500-600 kerak bo'lsa, 1000 odam oldida chiqib turib, bu yerda birovni to'yini yaxshi o'tib berish mas'uliyati, zo'r qizdirish kerak uni. Keyin ichgan mast odamlar har xil движение etadi, baribir o'chir muzikangga deydi, qastroq qo'y deydi. Baribir san'atkorniki qiyinroq ham. Aranjirovchilarga qaraganda qiyinroq. Shu uchun ham shu taraflarini o'ylagan holda balkim akam shunga qiziqtirgan bo'lishi mumkin. Tushunarli. Endi san'atkor deganda san'atkor endi shu to'yni sahnasida turgan 5-6 xil yo'nalishdagi insonlar yuradi. Xonanda deyacakadingiz. Xonandalik. Tushunarli. Demak, asosan shu yo'l siz uchun eng ma'quli bo'lgan. Tushunarli. Demak, asosan shu aranjirovchika, ya'ni shu bastakorlikka qiziqdingiz va shundan keyin akangiz siz uchun sharoit yaratib berdi. Ovoz yozish studiyasini kerak bo'lgan texnikalarni sotib olishingizda moddiy va ma'naviy yordam berdi, to'g'rimi? To'g'ri. Shundan keyin bu san'atkorlarning ichiga kirib ketib, o'zingizni mahsulotingizni reklama qilish darajasida nechik bo'ldi? Shuni vaqt endi inson bir sohaga oyoq bosgan vaqtida ikki odam o birinchi qadam, hamma narsaning eng birinchisida odamni xotirasini umrbod qolib ketadi-da. Masalan, shu sohaga oyoq qo'yganingda bir odamni aytgan yaxshiligi va bir odamni bergan halokati yodda qolib ketadi. Ana shu vaqtda shu san'at o'zingizni mahsulotingizni san'atkorlarga, xonandalarga reklama qilishda va ular bilan ishlashishga noturtki bo'ldi. Qanday sabab bo'ldi? Shu yerlarni nechik bo'ldi? Shuni aytib bering. Masalan, sizga kim ishondi birinchi? Kim va'z o'ttirdi sizga? Ana shu yerlarni gizlamay ayting lekin. Chunki bu ko'rsatuvlarda aytilmagan gaplar-da. Bu ko'rsatuvda realni aytish kerak hamma narsani. Gizlamak kerakmidi? Birovni tutib buni yomonlab, buni haqorat etish emas maqsad. Faqat shu narsani aytish kerak-da. Shu haqiqatdan ijodkorning ichidagi ichki kechinmalarni bilish kerak. Bu maqsad shu. Xalq ham shuning uchun ko'radi bu narsani. Siz maktabda bolalar bilan chullik o'ynab, langi o'ynab yurganlaringiz odamlar qiziq yo'q shu narsa. Chunki u narsalar azilib ketgan narsa. 2015-yilda san'atkor bo'laman, xonanda bo'laman degan maqsadim bor edi. Xonanda bo'laman, xudo xolosa deb maqsad qo'yib, shunday harakat etib turgan vaqtim, bizning mahallada vaqt endi Sherzodbek Sharipov
Şu ustazım boladı. Yanında yürgenmen. Yanına şagird bolup barganman. Hozir Toylarda- mana O'zbekiston Madaniyat vazirligida Madaniyat ishlaydi. vazirligida Yoshlar ishlaydi. bo'yicha ishlaydi, Ha. mutaxassis. Ava. Şunun yanına şagird bolup barganman. Bunun yanında yürgenmen. iPad'ını koyup bererdim. To'yladi. Toylarda. Köp görüşkenmiz kız filan Ava. toylarda. Keyin sanatkar boluşuma üminin bololmadım lan ben berber sanatkar bololmadım çünkü sanatkar bololmaganıma sebep meni karakterim özümni uyalcanlıkım. Sahneye çıksam berber aptırap kalışım, Hayacan. adamlardan uyalışım, hayacan. Hayajon. Şu narsa bana bir ne deydi? Hayajon güçlümü sizde? Güçlü bolğandan o davrlarda şuning bolğan iş kılıp. Hozir masalan doğru sahneye chiqib ketsangiz, hayajon bo'lamaymi yo bo'lmaymi? Noda bo'lasiz? Boladı berber. Bo'ladi. Boladı. Demak, Sherzodbek Sharipov ustoziz bo'lgan. Ava. Xonandalik bo'yicha. Ava. Şunun yanında yürgenmiz. Keyin sintezatörüm bolar edi. Kork yanında arkasında oturup çalıp karaşıp. Şunda etip iş kılıp keyin studiya sahasına kızıkışım güçledi. Keyin meni Davron Rahmanov ustozim şu aranjirovka bo'yicha ustozim Davron Rahmanov yanına olib borib shogirdlikka topshirgan. Sherzodmi? Sherzod ustozim topshirgan. Endi aranjirovkani o'rganga yaxshi-ku baribir. Shu ma'noda topshirgan. Keyin Davron ustozimdan o'rganib, keyin birinchi vajlarimni shu Sherzod Sharipov bilan hamkorlikda ishlab boshlaganmiz. Keyin rasmga tushib Instagramga qo'yar edi, ozgina qo'shiqlardan parcha video olib Instagramga qo'yar edi. Birinchi hamkorliklarimni shu Sherzod og'amiz bilan boshlaganmiz. Tushunarli. Shundan keyin ko'zga ko'rinib boshlanma. Keyin ketaveradi. Mahsulotlaringizni demak shu ijtimoiy tarmoqlar orqali reklama qilish orqali shu mijozlarni, ya'ni xonandalarni sizga bo'lgan e'tibori ko'payib postepенно ko'paygan. Tushunarli. Demak, xonandalik bo'yicha birinchi ustozingiz Sherzodbek Sharipov, bastakorlik bo'yicha ustozingiz Davronbek Rahmonov. Tushunarli. Endi ustozlarim ko'p-ku endi ular ham ko'rib qolib xafa bo'lmasinlar. Yo'q, bu yerda endi bu xafa bo'lish bo'lmaydi. Masalan, hozir viloyatimizda necha bir aranjyorchik bor. O ko'nadan boshidan bo'lsa, endi ko'plari masalan endi olamdan o'tib ketdi. To'g'rimi? Ha. Bundan keyin mana Mahsudamiz bor, vodnikli ajoyib aranjyorchik. Qodimdan keltir masalan. Sardorbek Qurbonov bor aranjirovchik. Keyin hozir aytamizda ko'p bor, Suhrobbek bor, Adhambek bor masalan, aranjyorchik ko'p. Hammasi bir-biridan zo'r. Lekin hammasini yo'nalishlari har xil. To'g'rimi? Masalan, estradniy, milliy estrada kerak bo'lsa, unga boradilar, xorazmcha kerak bo'lsa, unga aranjировка keltiradilar, svidiniya kerak bo'lsa, unga boradilar. Ish qilib, hozir bir musiqa yaratish shu daraja qiyin bo'lib ketgan. Men shu narsalarni bilganim uchun именно ko'rsatuvimizni ish sonini aranjirovchik chaqirishni men to'g'risi o'yladim-da. Lekin albatta ko'rsatuvga umuman xonanda chaqirganimiz yo'q. Umuman. Xonandalardan sal yiroqroq o'tibmizda. Administrator chaqirdik, musiqashunos olib. Bloger chaqirdik, kuchli blogerni masalan. Endi aranjyorchik sohasiga keldik-da. Shuning uchun endi sam xafa bo'lmam. Endi bizning go'tdan ish xafa bo'lmasin. Endi bu ko'rsatuv to'g'ri artistlar bilan bog'liq bo'lgan endi. Realniy gapni aytish kerak-da, shuning uchun ichingizda. Yaxshi, hozir zo'r ma'lumotlarni berdingiz. Albatta shu aranjyorchik ustozlarimizdan umrlari uzoq bo'lsin. Haqiqatan xalqqa demin xizmat qilib turibdilar. Chunki birgina qo'shiqni yaratish uchun ancha mashaqqat kerak bo'ladi. Birinchidan uxlamay ijod qilish kerak, uni to'shni zo'r chiqish uchun to'xtamay ijro qilaverish kerak. Endi shunda yana bir savol paydo bo'ladi. Bir ideyani o'ylagandan keyin unga mos va xos ravishda so'z yaratish kerak bo'ladi. Endi men bir ikki marta bir ish bilan studiyangizga borganimda ustoz O'ktam og'a Davletovni ko'rdim. Yaxshi yuribmi u inson? Ko'p ahvolda men ko'rmadim-da. Yurtdi. Ko'p san'atkorlarni, deyarli ko'psini qo'shiqlarni yaratgan-da. Ha, O'ktam ideyalarni bari. Ustozimiz ko'p yaxshiliklar degan menga
hayotiy yo'l yo'riqlarni ham ko'rsatgan, ijodiy taraflama ham baribir katta inson, ustoz, ko'p qo'shiqlarni yozgan. U bilan ham ishladik, biroz ijod etganmiz u bilan ham. O'ktama she'rlarni yozib berardik. Masalan, barmoq vaznidagi she'rlar edi. Keyin endi ularning nazariyasi-ku she'riyat bo'yicha. Shuning she'rlarni 7 bo'g'inlik, 11 bo'g'inlik, masalan, ketaveradi. 5 bo'g'inlik, 6 bo'g'inlik she'rlarni yozib, men variantlarni beradi. Men she'rni olaman, dan fortepiano oldina o'tirib, garmoniya bilan uje riski o'ytamoning she'rlarini olganning ideya keladi. U shu davrlarda ishlab yurgan vaqtlarimizda shundatib ko'p qo'shiqlarni yozib satganmiz san'atkorlarga, og'alarimizga. Tushunarli. Keyin Alloh rahmat qilsin, yana bitta ajoyib shoir bor edi, Alisher Shaydo. Ular ham ko'p qo'shiqlari, ular ham ko'p ideyalarini ko'pchilik san'atkorlarimiz aytib chiqqan. Shu o'rinda yodimga tushib ketdi, bir Alloh rahmat qilsin deymiz. Ana shu shoirlarimizni, demak, ijod namunalarini san'atkorlarga chiroyli qilib, aytadi, bir podarkani o'rajakda aytadi, qog'ozga o'rab, ustidan bantik taqib topshirasiz. Tushunarli. Sayqallab chiroyli qilib. Bir qo'shiq yaratish uchun oddiygina bir mayli bir estrada qo'shiqi bo'lsin, bir estrada qo'shiq yaratish uchun necha instrument ishlatasiz bir qo'shiqda? Barabanni zvuklarından foydalanamiz. Gitara, bas gitara, sinteziviy zvuklar bor, elektronniy zvuklar bor, keyin shekerdagi instrumentlar bor. Keyin 10 yaqin ketadimi? Endi 10 dona instrumentdan foydalanasizmi? Ketadi, baribir 10 yaqin baribir ketadi. Instrumentni qo'shiq yaratishda, estrada qo'shiq yaratishda instrumentni ko'p bo'lgani yaxshimi yo ozroq bo'lgani yaxshimi? Instrument ko'p bo'lgani yaxshidan, главный qo'shiqda, asarda главный tema bo'lishi kerak. Muzikalniy tema deydi. Ma'no bo'lishi kerak-da u narsada. U 15-20 muzikantni qo'ysangiz ham, ya temani raskachka deydi. Qachatatirib chalib bilmasalar, kerakli temani chiqarib doğru garmoniyalarni berib bilmasalar foydasi yo'q uni. Shuning uchun главный shu temasini chiqarib berish kerak. Temasini nishab kelib chiqadi. Masalan, she'rga qarab bastalanadi-ku, qo'shiq yaraladi birinchi. She'rga qaraysidan yozasiz, imni deb planlashtirib, keyin shundan kelib chiqqan holda uje garmoniyalashtirib chiqib, akkordlarini o'rganib chiqib, shundan kelib chiqib, shu akkordlarning ichida, shu kvadratning ichida tema yaratiladi-da. Voy. Uje muzikalniy teoriya, muzikalniy nazariya uje. Masalan, xorazmcha qo'shiq yaratgan vaqtida ko'p aranjirovchilar 20 dan ortiq instrumentdan foydalanadi ekanlar. Lekin shu daraja xorazmcha qo'shiqni yaralishi shu 20 alingan 25 ta instrumentdan foydalanish bo'lsin, lekin zo'r chiqaradi, o'rsanmi? Doira, masalan, tor, to'g'rimi? Ishingizning eng qiyin qismi qaysi? Instrumentlarni birma-bir taxlab chiqishmi yoki oxirimi yoki xonanda bilan ishlash jarayonimi? Qiyin qismi aranjirovka aytish, ya'ni shu bastalash. Shu musiqiy saykal. Qiyini deganim endi qaysi ma'noda? Chunki endi hammamiz tirikchilik uchun yuribmiz. Masalan, klient всегда praf deydi-ku, pulni berib turgandan keyin uni ko'nglindagi narsani chiqarib berishimiz kerak. Eng qiyin qismi shu aranjirovka. Aranjirovka atib, shu klientga. Demak, siz o'zingiz professional darajada musikani yaratasiz. Shu kelib musikani egasi kelib, именно shu siz zo'r etib ishlagan aranjirovkani o'zining yakmonligini aytadi. Ammo innattirib ber deydi, to'g'rimi? Shu qismi qiyinroq. Endi hammasi emas, ayrim bir ichida bir ikkisi. Shuni yaxshi klientlarim ham bor. Men sana deydi, bu vajni ish olaman deydi. Bu vajni sana topshiraman deydi. Chiroylatib ishlab ber deydi. Ya vajni keyin qo'ldan kelgancha ishlaymiz. Maksimalniy harakat etamiz. Lekin bir tashlagandan o молодец, zo'r chiqdi, mayapti deydigan klientlarimiz ham bor.
Endi uniga gap topadigan klientlar ham yo'q emas. Yo to'g'ri, endi baribir ular ham o'zini ko'nglini yoqqanini aytishi kerak-ku. Ularniki ham to'g'ri, qaysidir ma'noda baribir. Ularning talab etib turgan narsasi ham to'g'ri deb bilaman. Balkim menda bo'lgan bo'lishi mumkin, uning vaqti xato ava. Endi hammamiz insonmiz, adashamiz, ish bayida kamchilik bor. Shu qismi sal qiyinroq bo'ladi. Demak, aytchaksiz, siz 100% sizning ishingizga ishonib, bir ishlagan vajizingizni qabul qilib oladigan san'atkorlar, xonandalar ham bor. Sizning ishingizga gap topib, o'zini gapini o'tirib, shu o'ziniki niyat chiqarishni istaydigan xonandalar ham bor. Bor. Raqobatdosh bormi viloyatda? Именно shu sizga qarab, nodiydi, sizni bir ko'rolmaydigan bir odam bormi? San'atkor bo'lsa, xohlang bir aranjirovchik bo'lsa. Yo'q, men sezganmisiz shu narsani? Yo'q, u narsalarni bilmayman. Sezmayman. Orqangizdan gaplar, Timur yo'q, yemaydi u. Olmaydi u. Qarab. Tushunmadi. Tukov qo'shiqlar masalan bir qo'shiq hit bo'lib ketgandan keyin men eshitdim-da, yaqinda bir qo'shiq chiqaribsiz. Menimcha shu Hilola Bobojonova chiqargan qo'shiq edi shu. Shu qo'shiqni yo'q, Timur yedirmabdi uni. Ne bo'lganda, falan kez bo'lganda o'sha zo'r ishlar edi degan gaplarni eshitdim-da. Ana shu gaplar boramiz. Keladi, конечно keladi. Oho, конечно keladi. Urgancham endi kichkina emas-ku. Ava. Urgancham katta emas-ku, kichkina-ku, reski boradi-ku bu narsalar. Ava. Tем более ijtimoiy tarmoq rivojlangan vaqt axir. Masalan. Ava, bilinmay ish qilib, shuning vaziyatlarda sizdan gaplaylar, sizning ishingizni yomonlaganlar bo'lsa, necha situatsiya tushasiz? Suyunasizmi bir yandan, yo baribir asabingiz buziladimi? Endi baribir yerda sizlar bir haqoratlab ham beradilar-ku. Asabim buzilmaydi. O'tiramandan analiz etaman. Dur deyman. O'zi nechuningda ekan u? Ava, nechuningda ekan. O'zi aytmayapman ekan shu narsani. Masalan, navda ham bo'lsam, shu o'zi ijodi davomida xato aytmayapman ekan. Demandan men analiz etib chiqaman. Analiz etib chiqib, ish qilib, u negativni arkamdan so'llaydigan, gaplaydigan odamlar bilan uncha aytib yuribman, urushib, sporlashib, boshdan getirib. Ava. Chunki men vaqtimni getirib chataman ularga. Banda qo'shiq yazsam, qo'shiq bastalasam, satsam pul bo'ladi, o'zi menga foyda. Ulardan foyda yo'q. Shuning uchun men ular bilan satashib, sporlashib o'tirmayman men ular bilan, to'g'risi. Uning gaplari hammasi keladi meni qulog'imga. Har bir nuqtasigacha keladi u gaplar. Birovlar ko'pirtirib keladi. Aranjirovka. Ava, birovlar bezab chiroyli aytmak keladi, birovlar akkuratni yo'l bilan aytadi. Endi nima deysiz endi shu 5 barmoq ham deymas-ku, to'g'risi. Endi birov pozitivniy fikr bildiradi, birov negativniy fikr bildiradi. Ava, hamma yoqish majburiy emas-ku. To'g'ri. Endi tanqid ham bir o'sish-ku. Конечно. O'sishga yordam beradi. Demak, agar u odam shunday ham bo'lsa, to'g'ri, men qaysidir bir gapni qismi to'g'ridir, lekin keyingi safar aranjirovka aytganimda undan ham zo'r etib ishlashga harakat qilaman. U odam buni eshitib haqiqatda men ijodimga tan bersin deb ichingizda bir olov paydo bo'ladi. Deb o'ylayman. Tushunarli. Pulizni bermay yurgan san'atkorlar bo'lganmi? Umuman vajini ishlatib, pulizni bermay uxlatib berganlar bo'lganmi? Bo'lgan. Uning san'atkorlar, xonandalar. Ava. Bu san'atkor diyormali. Avechara doirachida Navoiy, sintezatorchilar. Xonanda. Xonandalar bo'lgan. Endi men yanima endi yalnızca usitirchi bo'lib turib ish olib bermaydi-ku, axir. Uning ya bir o'yinchi borib ishini ishlaydi demaydi-ku. Xonanda boradi. O'zi shuni navbatasiz. San'atkor deganda endi hammamiz giramiz. Men ham buni olib qaramda san'atkor yuraman. Sen san'atkor yurasiz. Sizlar ishida odam xonanda. San'atkorning ichidagi yo'nalish xonandalik yo'nalishi. Bor shundaylar. Bor. Dan adını aytib bilmayman lekin. Aytib bering, güzel. Bosh harfini aytingmi? Şöylemi bir mashhur san'atkormi yo? Endi ava shu Danillar уже aytsam to'g'ri kelmaydi u narsa. Men u narsadan necha xulosa chiqarganman. Pulim mol olmaganimdan keyin o'zim dur, men nechun vajini ishlab bersam buni
aytgan vaqtında tapşırsam, ne üçün mən özümün haqqımı alırmı kalışım mümkün degan bir tushuncha bo'lib, men hozir nisha ishlayman, hozir ideya ekkelsalar, she'r ekkelsalar ya bir musiqani ekkelsalar, ishlab berdi. Men eldimden zaklat alamandan az 50% ya bo'lmasa 100%. Indi imkan kadar ben 100% eldimden to'lovni eldimden alıp durup keyin shuni rejalarim bor. Ama hozircha 50%ni eldimden alamandan keyin ishlash. Kafolat sifatida, zalog. Hava, o narsa ishonch bo'lishi uchun da o narsa. Chunki men ham mehnat etaman. Yerda o'tirib, meni mehnatimni atkazatib ketib, çünkü yol üstünde adam emasmiz-ku bizlar ham. Shuni planlashtirib kelib turibman yana. Planlashtirib keldi. Men bo'lmasam dolu-ku, aranjirovchik dolu batibdi-ku. Значит, shu meni gözlab keldimi, bu vajimni ishlatib biladi deb keldimi? Bo'ldi, значит, men elimdan pulni olaman, bo'ldi. Shuning sizni shu qo'shiqqa zo'r chiqish uchun sizni tanlagan bo'lsalar, demak, siz yaningizga keladilar. Ha, tushunarli. Endi shunday san'atkorlar bo'lgan, telefon amin, cho'niya diqqat tashab, pulini bermay yurgan. Bo'lgan. Kam lekin. Kam. Ha, endi baribir har bir sohada bo'ladi-ku, unday odamlar baribir. U yaxshilikka xizmat etgan o narsalar meni bir pishib, yetuk bo'lib yetishishim uchun mayli yetukman deb turamiz, o'zimni lekin qaysidir ma'noda ongli bo'lishim uchun bir xizmat etgan deb ham o'ylayman. Yaxshi tarafiga yo'yaman bu narsalarni. Yodingizda bo'lsa bir vaqtlar shunday oldi, bir 10 yil oldinmi? Endi 10 yil oldin ham baribir siz ham qaysidir ma'noda muxlis bo'lgansiz-ku, shu populyarniy san'atkorlar. Masalan, Navro'z Sabirov bilan Doniyor Bekturdiyev ikkisini bir aranjirovka satganlar. İkisi bir qo'shiqni aytib chiqqan. Keyin Dilmurod Sultonov bilan Doniyor Bekturdiyevni ikkisi bir vaqtda qo'shiq chiqib, bir vaqtda efirga yerdilar. Bir aranjirovkani ikki san'atkor satganlar. Ana shunday holatlar ko'p bo'lgan. Bilasizmi, shu narsani eslaysizmi? Eslayman. Keyin Doniyor Bekturdiyev bilan Ulug'bek Sabirov ikkisini bir aranjirovka satganlar. İkisi ikki xil so'z yozib, ikkisi ikki xil klip olganlar. Lekin efirga ketgan. Lekin shu vaqtda zo'r, lekin haqiqiy egasi Sardor O'rtacho'g'an. Qo'shiqni haqiqiy egasi. Endi ular ham naq dedim, o'g'irlangan demalida chaylatib, faqat shu qo'shiqdan ilhomlanib, bu yerda shuni o'zbekcha variantini ishlatganlar-ku. Ha. Bu shuni sit bo'lganmi-sizda? Bir aranjirovka ikki odam satib mashinchilik etgan vaqtlaringiz bo'lganmi o'zingizni? Yo'q, endi. Savolimni tushundingizmi axir? Tushundim savolingizni. Shunga yaqinroq vaziyat bo'lgan. Shunga yaqinroq. Shu gizlamay aytib bering, bu aytilmagan gap. Mashinchilik emasdan, lekin shunga yaqinroq vaziyat bo'lgan. Qani tushuntirib bering, hozir bahosini o'zim beraman uni. Tak, 2019 madi shu vaqtda men bir ideya yozdim. Zo'r narsa chiqdi. Keyin men endi ideya yozgandan keyin sana xonandalarga taklif etib sotishim kerak-ku uni. Ha, mahsulotingizni reklama. Mahsulotimni sotishim kerak-ku. Keyin men u narsani bir to'yda Shahlo Salayevani ko'rib qoldim. Shunday ideya bor dedim. Keyin bo'ldi dedi, Shahlo Salayeva aytdi, men dedi to'ydan chiqib boraman, endi xizmat dedi. Boraman dedi. Keyin yaxshi deb kutdik. Keyin ishlari chiqib qoldimi? Kelmadi. Yo'q, keldi. Ha, keldimi? Lekin sal kechikib qoldi-da, endi ishlari chiqqan bo'lishi mumkin. Keyin unadan sotib berdingizmi boshqadir? Keyin vaqtida ham o'ytama bor, o'ytamda o'ylab qo'ydi. Keyin ondan ikisi oladi. Yo'q, undan keyin Rahima akamiz kelib bu qo'shiqni yoqtirib qoldi. Keyin Rahima akam sotdi-ku qo'shiqni. Keyin Shahlo akam ham xafa bo'lmasligi uchun, Shahlo akam bilan biz qachondan beri ijodiy hamkormiz, Rahima akam bilan hammasi bilan ham Shahlo akam ham xafa bo'lmasin deb apkasam shuni murojaat yozib beraman dedimdan. Endi baribir ko'ngil, baribir ayol kishilarga hurmatim baland har doim deb keyin shunga kerak narsa yozib berdim. Ish qilib, shu rozi etdingizmi? Shahlo akani rozi etib, Rahima akani norozi etib qo'ydim. Ishga boshining cholash vaziyatlar bo'ldi. Shahlo aka o'zi ham shunday stil xohladi baribir aytishni.
Men hem ki icadkar sıfatında karab dur olmadım bu narsaya. Boldu dedim, epke dedim. Siz köngülünüzde okutun, ben size yazıp veremem dedim lan. Şahlap ki, şunun stilde koşuk yazıp verdim. Aytıp çıktı ki Rahim epke ama aytıp çıktı o narsani ki Rahim epke mənlə bizədən az qına narazı olub qaldı. Bizə o aşibkəmizni keyin doğrulağımız. O narsəni doğrulağımız. Keyin şu an yarasa razı olup keyin ona yarasa bir normal yok aranjirovka gitti mi? bilan bir koşuk yazıp bergenmiz ona yarasa. Şu nilay. Razı etkenmiz ama çünkü bir narazı etip olmayırıq o çünkü bizə pul bert tuttu. Onun narazı pulu yük müydü? Yük müydü? Hayırlı bu muydu? Ama şöyle yaşlıq etkenmenmi, naudur boğan, emosiya berilgenmenmi, Şu köprak yaşlık ya et. belki kibrə berilgenmenmi, mənə bir koşkum mu? Benim adamman deyik, məndə yürek var. Aa, mənə bir koşkum mu, sənətkarlıq haqlab tutdu, bir koşkumun üstündə uruş da. Kibrə berilib ketken boşu mümkün mü? Belki adam xata etədi ki, şu vaxtı şunun bir xatalıq boğan, lekin Kibirənmədə bir bu baladı. ava bu baladı onu. İmina şu vaxtda doğru gekkanda karanlıkta. Keyin xatamını doğrulanma, doğrusu. Şu nilay besplatni. Bepul bir aranjировка etip Ava verdi. etip bergen mən. Hazır Rahima, Şahlo Salayvan'ın koştular hit derecesine yetken. Ava. İştemiz azet. Özümüzə maşında yürsek YouTube'da koyuveremiz. Rahmat. Zor sohbet oturttu çünkü aytılmayan geplerin köpsünü ayttırsız. Ya mən sual verelim yadınızda olsa. Sənətkar, pulınızı uxlatıb vergen sənətkarlar boğan bilir. Xanəndələr boğan bilir. Yeni şu sualın ters eksini verəli. Pulunu aptırıp işlep vermeyin boğan vəziyyətləriniz boğan mı? Yok. Boğan ne? Yok. İşin uxlatmanasız. Yok. Onun babam bende. Çünkü o narsani özüme hep görmüyorum doğrusu. O net mani mi mən diyecek? Ava. Конечно, onu pulunu attırgandan keyin beriş gerek var zina. Bitip beriş gerek. Sana işanıp geledi o seni ofisine, seni yanına işanıp ümit içinde bir ümit payda atıp belki şu bala bilen işlesem ben belki zor bolup keter ben koşkum belki hit bolup keter. Dep bir ümit etip geledi. O adamını mən işançını paymalat olmayayım. Lekin menikini etkelli. Ha, şu vəcizni işlətib. Bir iki sanaklı değil mi? Onun ayrım bir. Ayrım bir. Hava. Ayrım bir. İndi az onun nə koşun işlət turub pulunu verməyirgən xanədirə köp də boylama kur mən sizdə işitmədim o nərsəni. Başqa bir aranjörçüklər bilən gəpləşikanda işitgən mən şu nərsəni. Bu nərsə ne только xanəndələr bilən bəstəkarların arasında başqa saxal adam köp ki bunun nərsələr. Hə, pulunu verməyin, uxlatıb telefonlamayın. Bu nərsələr dum köp ki. Toyunu soğudurup uxlatıb pulunu verməyin. Şunun şunu insanlardan xuda saklasın. Toyunu soğudurup pulunu verməyən nələrən Ama bağlıdır. onun ilə köp ki, kuru bizən sax adam əs ki. Xanəndələrini qaysı cəhəti köprak sizə bir iş izni soğutub taşıydı? İndi ya boşuna bir aytdınız da. soruyorsunuz. İndi axır Yaxşı tərəflərindən sonra axı. yaxşı tərəfi nə deyim o adamlar yaxşı tərəfi kızık emez onu. Şimdi negatif tərəflərə kızıqlıraq da do re mi fa sol la si doğru mu? 7 mi 8 xullas. Oturub tın 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 şu bir нәрsə təkrarlanaveradi. Bir notanı şunu xoşa çıxaraman dep şu geyişdən başlap ta quyoş çıxıb ketince oturub işləb oturarsaysdan yakmadım ha desədən. Yok başına işle desədən indi təsəvvürətin siz onu ölçüb taşa başına işləyəcək ekensiniz məsələn. Şu vəziyyətlə boğan mı? Köp bola. Hazıram bot turadu o vəziyyətlə. Hazıratça. Bundan keyinən boladı o nərsə. Mesela indi şunca miyyət etəsiz, ya aytdınız ki, nöldə 100% adı onda. Hava. Şunu qılsanız da, ma yakmadı mı, mən başqa çıraq var sonra ödüm deyib, boldu ölçüb taşa desəyiz. İndi şunu ölçürüş, Ctrl A bilən ölçüb taşa. Ölçüb taşa da bunun klientlər bolmadıdan aranjirovka, musiqanı saykallab boğanımdan keyin bu nərsəməz başqa çıraq iminin birini özgərtirəli, ya bu kubletini atdaşalı deyən nərsələr boladı. O nərsə yaman nərsəməz. Çünki pulunu bərk tutdu. Mən şunun ilə hesablayım. Ha, pulunu bərgəndən ki tələbəti tutdu. Pulunu bərdi, tələbəti tutdu. Demək, bunun ilə straşlı ilə bu mal. Yox, straşlı ilə qaranma, qorxuşlu nərsə ilə qaranma o nərsə. Bir kıy sual verəm da. Təalanttırın da kıy sual. Şu işləyən materiallarınız, siz işləyən aranjirovkalar, musiqa yaratgan barcha mehnatlaringiz hammasi bir kompyuterda turadi-ku. Şu kompyuterni case operativga o'chib ketgan vaqt bo'lganmi? Yo'q.
O ma'noy. Yo'q. Chunki Bütün yaratgansiz qimmat pula satib olgan pluginlar deymiz masalan. Tizimlar, Ha. programmalar, hava. masalan, oddiygina qo'shiqni ishchisiz, Nuendo'da ishchiysizlarmi hozir aranjyorchilar? Nuendo'da boshlanamiz. Nuendo'da boshlansa, hozir endi Nuendo'ni men 4-chasini ko'rganman. Qaysidir bir aranjyor chiqqanda. Hozir Nuendo bir 12-chas chiqqanda uni. Ya Harry Potterning 9 seriyasi chiqqan. Ha shuningda keyin ovozni sayqallashtiradigan melodiyniya programmasi bor, to'g'rimi? Masalan, Barmiman darvozang oldina bor. Barmiman darvozang oldina deb. Hava. To'g'rimi? Nota tashab chiqadi. Nota tashab chiqadi. Ana shu narsa to'g'rilaydi, to'g'rimi? Hava. Endi shu narsadan ko'proq foydalansa, to'g'rimi? Конечно. Hozir menimcha hozirgi chiqib turgan xonandalarning bir 80% shundan foydalansa kerak. Hozirgi chiqib turganlarni. Hava. Chunki Ondan ham mansati chiqib ketdi hozir. Hozir- Sun'iy intellekt degan narsa chiqdi. Aha. Harf aytib bersa bo'ldi hozir. Harf Harf. Prosta A B D E F Hava, deb shuni aytib qo'shib bersa yaratib bo'ldi. beradi. Klon degan narsa. Dastur. Hava, masalan, Jahongir Otajonovning Любой bir qo'shiqini, Chakasan degan qo'shiqi bor-ku. Shuni olib turadidan ovozini tartib oladi. Shuning xususiyatlari ba'zi zamon rivojlanib ketgan. Ovozini tartib oladidan banda ovoza tushadi. Xo'sh. Studiyada ovoza tushadi. Xo'sh. Lekin u san'atkor emas, ton tutmaydi, aytolmaydi. Duradilardan yangi ovozni sun'iy intellekt Google'dan aytsa bo'ladi, uni podpisning narsa, u podpiskasi ham $50, $25 bir oy uchun. Voy. Shuning sun'iy intellekt tashiydidan yangini Jahongir Otajonovning masalan, misol uchun aytdim. Shuni ovozi bilan klon aytadi. Ya'ni balani ovozini Jahongir Otajonovning nolalari, aksentlarini klon aytib sinxroniyati bir xillashtirib beradi. Shuning narsa Voy. chiqib ketdi hozir. Melodayn qolib boryapti. Qolib qolyapti. Unda hozir men ham sun'iy intellektdan foydalanib Siz ham A B D E deb o'zbek alifbosindagi 26 harfni aytib bersam bo'ldi. bo'ldi, tamom. Siz ham shu harflarni toshni talaffuz etib aytib bersangiz, Bo'ldi. chaynaming toshni aytib bersangiz bo'ldi. Ritmi sal tushib aytib bersangiz, yangi ovozi bilan birlashtirib tashiydi hozir. 5 minut ham 10 minut ham yetmaydi menimcha u narsa. Voy. Shuning Xonanda bo'lib ketdingmi keyin? Shu darajani sotlashib ketdi. Shuning bo'lib Endi baribir endi nima desam endi plyus bilan minusning baribir katta farqi bor. Конечно. Jonli ijro degan narsaga yaladon yo'q-ku. Baribir Timurbek, to'g'rimi? Jonli baribir jonli axir, nishatsa ham jonli narsa. Yani yetalin hoziradan shu jonli ijrodagi qo'shiqlarni to'xtamin eshitadigan odamlar bor-ku. Masalan, aytali kimdan boshlasak bo'ladi? Endi biza O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti marhum buyuk san'atkor Kamoljon Ataniyozovning qo'shiqlari, milliy durdonalari, eng qimmat asarlar. O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston, Tatariston xalq artisti marhum buyuk san'atkor Otajon aka Xudoy Shukurovning masalan o'lmas siymolari. Endi ko'p-ku san'atkorlar. Biza bilgan marhum san'atkorlar ko'p-ku. Masalan, yaqindagina olamdan o'tgan, bu yorug' olamni tark etgan san'atkorlarimiz bor. Rahmatjon Qurbonov, Davudiy, u Davudiy ovoz degan. Davudiy ovoz sohibi masalan Bekjon aka Otajonov, Azimat Otajonov ustozning akalari masalan. Endi G'oyolur O'zmatchiman yozib deydilar masalan. Chekkeli palankasi deydilar masalan. Hozir endi joy degan narsa bar boshqa-ku, to'g'rimi? Joy degan narsa sho'rni o'zida yaraladi u. Bar bunga keladigan yo'q-ku. Sun'iy intellekt degan endi u baniga yetdi endi u. Morgensternda ham bloger artist bo'lib ketganning gap bo'lib turibdi hozir. Zamon shuning bo'ldi. Zamon shuni yo'qdi. Hozir bu sun'iy intellekt degan ish hayron qoldim lekin, to'g'risi. Chiqdi shu narsa. Shu narsa chiqdi. Hava aytib turibdilar shu ishni o'zi. Umuman san'atga aloqasi umuman bir boshqa kasb egasi bo'lib turib yanaza artist bo'lib kelaman, qo'shiq chiqarajakman deb keladilar bo'ladimi? Bo'ladi. Aytsa, deb turadi-ku masalan, shuninglar. Hava bo'lgan, ko'p bo'lgan uning. Endi nodis baribir içinde şunun arzusu, ben şunun ko'ngilchan odamman, emotsionalman, baribir şunun ayrim bir odamlarga shuni ijod etasin ba, ya men ijodkor bo'lasin ba, ya san'atkor bo'lasin ba, xonanda bo'lasin ba deb umid bilan borsa, sendan xonanda chiqmaydi. Ya bo'lmasa sendan normal bir
muzikant çıkmaydı sen bu karını, bu kesitini terk et. Sen az vaxtında kes. Deydi adamlar amba. Ben indi azgına köngül çəkmən, yaxşı deməndən bir iki köngülünü kaldırmaslık maksadında. Çünkü köngül Allah'nınki. Şu üçün etip görəmə, ümidini sondurmayı yardımlaşıp, çin köngüldən, çin yürekten. Boldu demən. Pul nasan boldu ku deyen gep bu muydu kendine hiç izle. Yo, o pul deyen nerse birinci orunda emas men üçün. Mehr akıbət, insangerçilik. İnsanın köngülündeki şu arzusunu emelge aşırısı da birinci oranda. Allah. Şu saha boyunca konflikt yetip bir ciddiroq bir urushib ketgan vaziyatlar bo'lganmi xonandalar bilan? Qichqirishib, masalan, baqirishib, "Ey, men seni buni devadim, sen buni devading. Uning bo'lmaydi axir, buni yo'ladi" deb, masalan, endi nodesam jiddiy kontrolga kelib konflikt ketiladi-ku, masalan. Masalan, shoir ham shu yerda o'tiradi, aranjirovchi ham, xonanda ham shu yerda o'tiradi. Hozirgi xonandalarda bilasiz, arkada ikki administrator yuradi masalan. Ular ham qo'shilib turadi, san'atga tushunmaydigan bo'lsa. Bu daraja bo'lmagan lekin. Yo'q, xudo shukr, uning bo'lmagan. Shuni vaziyatlarni ko'rganmisiz? O'zingiz? Yo'q. Görmeyensin. Görmeyenman. Timurbek Davletovni bastakorsang, Timurbek Davletov baribir shu bir aranjyorchiga yaratib, ya aytib bergandan ting 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 da dedi bo'lib yotadi-ku. Baribir ya aytdi-ku, miya bilan ruh bilan ishchiman dedi. Shu miyani bir 5 minut, 10 minut bir dam oldirish uchun nima qilasiz? Nima ish qilasiz? Miya dam berish uchun. Telefon chiqaraymi o'tirib. Telefonda hamma chiqaradi-ku. 5-10 minut bir miya dam berish kerakdan bir sveji bo'lib kelib yana o'tirish kerak. Ko'pchilik aranjyorchilar multfilm ko'rganini eshitganman. Multfilm ko'raman. Multfilm ko'raman ham, serial ko'raman. Miyam xorasa tanaffus etib olaman baribir. Kofe ichib kelaman ko'chaga chiqib. Hot-dog, ashuni bir narsalarni yeb, miyani ozgina aldashtirib, Counter Strike o'ynayman har vaqtdan. Ha, o'yin, ha. Demak, bu aranjyorchiga miyasida dam beradi. Конечно. Bir narsa bilan bog'lanib qolmasdan 5-6 soat, demak, ozgina kellani shamollatib turish. Ya aytadi-ku, 3 soatdan keyin ustoz katta tanaffus dedi-ku, katta tanaffus 40 minut deyiladi-ku. Demak, sizniki ham shunday ekan-da. Aranjyorchiga bo'yicha nechik bir planlaringiz bor o'zingizda? Ya chora tadbirlar rejasi deydi-ku. Endi orzu deb so'ramayin, endi arzumasdan nechik planlar bor o'zingizda? Masalan, birlar aytadi, "Men katta studiya ochasim bor" deydi. Вообще ichini deydi, dahshat etib qurib deydi, akustikalar zo'rini o'tirib deydi, iloj bo'lsa deydi, ovoz yozish jarayonlarini 100% jonli ijroda yozib olishni istayman men deydi. Ko'p odam shuni deydi. Men ham ichimda shu aytganingizdek niyatim, maqsadim bor. Zo'r, chotki studiya qurish maqsadim bor. Eng zo'r monitorlar, studiyaning kolonkalar, eng zo'r звуковой kartalar, xudo shukr hozir ham zo'r. Lekin hozirgi studiyangizda baribir kichkinaroq-ku, faqat ovoz tushadigan 1-2 san'atkor sig'ib turadigan yer bor. Endi ko'pchilik shuning uchun endi meni vokalnim katta lekin. Vokalningiz katta. Vokalnim katta, u o'tiradigan yer ham katta, hamma ustol, hamma sharoitlar bor. Yo'q, men yana ko'rganman-da, ayrim aytib turganingiz ayrim studiyalar, bir ikkilari bor, kichkina studiyalar bor lekin. Men endi aytchakim, yana YouTube'ni hammamiz ko'ramiz-ku. Girib YouTube platformasına girip görüp otursak şunu studiyalarni ko'rib qo'yman. Mesela самый лучший звука studiya deb yozsangiz, mesela şunu studiyalarni ko'rsatib beradi, ichine bir 50 orkestr sig'adi. Ana shuning bir yani Ibrohim Tatlisov shu yerda живой konsert berib, shuni zapis etib olgan aranjyorchining hayotini, ijodini o'rganganman. Dramatik studiyalar. Ana kelatirsiz. Birimizni endi tushunyapmiz. Ko'rsatuv boshlanganda yarim soat oldi, endi tushunyapmiz bir-birimizni. Orkestrlar yozadilar veda. Keyin neden bak bizani Toshkentdan bak uning qaysidir kanalning nasida shunday studiya bor. Общий makamchilar borib tushib beradi. Xonandalar turib xor bo'lib aytadilar, bu yerda muzikantlar bir-birini ko'rib namesti ishlaydilar shöyle. Uning studiyalar bor, Toshkentdan bor.
Ko'nglingizda bir yengnak qo'ygan gapingiz bo'lsa ayting, ya kimdandir aytilmay yurgan gaplaringiz bo'lsa, ya pulingizni berib uxlatib yurgan san'atkorlar bo'lsa hozir ayting. Shu deb Chotki beramiz. hammasi chotki. Hayotingiz shu chiroyli rejimda yaxshi ketib botirmi? O'zingizni kasbingizni yaxshi ko'rib qilasizmi? Shu narsalar haqida ayting. Kasbimdan faxrlanaman, g'ururlanaman, yaxshi ko'raman. Shuni arkasidan baribir non yeb turgandan keyin birinchi o'rinda kasbim. Shu xonandalar bilan ham bastakorlar, shoirlar bor, hammasi aytolmay o'tib ketgan odamlarim qaytib ketdi lekin ay. Ayting shularni. Farruxxon bor, Farrux Sohib, xonanda og'am bor, ham xonanda ham bastakor. Chet ellik hofizlar bilan ham, xonandalar bilan ham ishlab turibdi hozir. Toshkentda respublikanskiy san'atkorlar bilan, xonandalar bilan ishlab turibdi. Ko'p shlager, ko'p hitlar qo'shiqini muallifi, bastakori Navro'zbek Marinboyev do'stim bor. Doirachi do'stim hozir. Oq yuzli. Havo. Brad Pitt o'xshaydi. Hozir yanımda shoirim shu. Bu bilan Navro'zam she'r yozammi? Men quri doirachida bo'layman ekan uni da. Yo'q, she'r yozadi. She'r unga o'zim sababchi bo'lganman. Sen she'r yozib bilasan sen. Prosta shuni dinlay bo'ladi-ku, baribir jo'rang ejashib aytasiz-ku baribir. O'yin bilan bo'lib ketdi. O'yin bilan shuning qiziqib o'zi aytib yurgan ekan, u she'riyatga qiziqib yurgan ekan. Shu bilan aytmas ekan. Aytmay yurgan ekan-da prosta. Ishga olib shundatib hozir shular bilan ishlayman. Hozir qaysi san'atkorlar bilan ishlab tursiz? Ulkar Abdullayeva, Nilufar Usmonovaga bir yozdim. Azoda Nursayidovaga yozdim. Keyin bu yerdan pashti hammasi bilan Xorazm viloyatida hamma xonandalar bilan ishlayman. Xurshid aka bilan yaqinda konserti bo'ldi. Shunda aksariyat qo'shiqlarimiz bilan ishlagan nalar. Oxirgi non qo'shiqni ishladingizmi? Xurshid akamiz. Xurshid akamizni Ayol degan qo'shiqni yozdim. Shu tuning bo'lgan, yaqinda bo'lgan konsertida aytdi uni. Birinchi martami? Shuni avab. Shu konsertda premyera etdi, keyin Papuri yozdik. Ozarbayjonskiy qo'shiqlarni Papuri aytdik. Undan 2024dagi konsertida polni bir 95% desam ham bo'ladi. Siz bilan ishlagan qo'shiqlarmi? Meni studiyamdan chiqqan qo'shiqlardan repertuarimni doldurdi. Farruh Sohib og'amiz bilan birgalikda konsertini polni repertuarini yozdik biz 2024dagi konsertida adashmasam. Xurshid akamiz. Shahlo Salova, Yulduz Jumaniyozova, keyin yana hozir Balqur qizlar bor ekan. Mohira Inji, Dilafruz Bekmetova, gapim isbotana. Hilala Bobojonova, hamma qo'shiqlar menda yozdirib. Keyin kimlar? Pashti hamma Rahima akamiz bor, keyin Gulinoz. Bo'ldi, tushundim endi. Verlarni tushundim. Bu erkek xonanda bormi yoningizda ishlatmak? Ko'rayollar aytdi. Boradi. Farruh Saidov bilan ishlab turibman hozirda. Og'amiz. Konsertiga 3-4 kun vaqt qoldi. Gulinur bilan duetini hozir ish jarayoni bo'lib turibdi. Hozir. Ishlab turibman. Shuni tashlab bera keldingizmi? Bu yerdan chiqib yana shuni davom etdim. Ovozini chiskalab bo'lib keldim lekin, ovozini chiskaladim. Ovozlarni ko'p erkak xonandalar pashti hammasi shu men bilan ishlashga o'tirganlar, men bilan hamkorlik etishga o'tirganlar hammasina tashakkurimni bildiraman, rahmatimni aytaman. Shu ko'rsatuvdan foydalangan holda. 8 ta muxlislarga tilaklaringiz. 8 ta muxlislari sog' salomat bo'lsin, ammo shu nima deymiz? Baxtli bo'lsinlar. Shu rahmat meni kuzatib turganlar uchun. Uylarında ne bo'lsin? Uylarında yaxshi kunlar bo'lsin, to'y bo'lsin. San'atkorlar bu xonandalarni chaqirsam to'y bo'lsin, yaxshi kun bo'lsin deydi. Endi to'y bo'lsin, qaniychi to'y bo'lsa bizlar ham foyda-ku. To'y bo'lsa san'atkor pul, san'atkor banak keladi uni. Qo'shiladi. Shu to'y hammasidan bog'liq to'y shu. To'y bo'lsin. Borib bozorga borib xarajat etsak. Bozorga borib xarajat. Bir o'rtadagi to'y uchun aytilgan pul o'rtada aylanaveradi ekan-da. Bugungi Zangi podkasti, ya'ni aytilmagan gaplar degan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xolasa, keyingi dasturlarimizda yana bir soha vakilini taklif qilamiz. Agarda fikrlaringiz bo'lsa, bemalol ijtimoiy tarmoqlardagi
elektron manzillarimizga yoki shu ekranda bir nomer ko'p qo'yamiz, shu nomerga telefonni bemalol inshaallohni taklif eting, ina buni taklif eting deb o'zingizni shaxsiy fikrlaringizni bemalol bildirishingiz mumkin. Bize xalqni, ya aytganimdek yana aytaman, xalqning manfaati uchun ishlab yuribmiz. Shu xalqimiz no desa, xalqimiz kimni chiqarsa, shuni chiqarib beramiz. Hozircha xo'sh.